Kecha soat 12 da kelgandik. Hozir mana soat 13:05 bo'ldi, lekin haligacha nomerimiz chiqqani yo'q. Har safar chegara hududga kelganda mana shu yuragim bezdildi. O'tkazarmikin, o'tkazmasmikin deb. Hozir ko'pchilik aytayapti, bir ikkita yurtdoshlarimiz Polshadan chegarasiga o'tolmasdan qaytib ketgan ekan, Belorusiyadan borib Rossiyaga o'tib, Latviyadan kirib kelishgan ekan. Nima sababdan o'tkazmadigan desak, hech qaysi bir sababini tushuntirib bera olmadi. Endi biz ham hozir urinib ko'ramiz. Endi bir sutka kutdik, navbatini pulini to'ladik, parkovkasini o'ta qimmat bo'lsa ham. Endi nima deydi? Oz vaqt qoldi. Vaqt yaqinlashgan sari yurak dug uryapti. Ish qilib o'tkazsin-da, bo'lmasa, nimaga borib Rossiyaga qaytadan chiqib, Latviyadan yana bu yoqqa kirib kelishga to'g'ri keladi. Juda bir sarson bo'lib ketamiz. Allohdan so'rab o'tiribmiz. O'zbeklar Belorusiyadan Yevropaga o'ta oladimi, yo'qmi? Xo'sh, Belorusiya Polsha chegarasida nimalar sodir bo'ldi va biz Yevropaga o'tdikmi yoki o'ta olmadikmi? Hozir shu haqida to'liq ma'lumot beraman. İçim qizib ketyapti, ichib gapiraman-da. Bismillah. Internetda to'liqroq ma'lumot yo'q. Deyarli ma'lumot yo'q desam bo'laveradi. Ko'pchilik yurtdoshlarimiz mashina bilan Yevropaga kelishgan, lekin 99.9% faqat maqtanish va nima deydi, oldi qochdi videolar, bir to'liq ma'lumot yo'q. Mana men sizlarga to'liq ma'lumotni beraman. Agar mashinada Belorusiyadan Polshaga o'tmoqchi bo'lsangiz, Belorusiya ogohlantiradi. Bu yerdan necha bor o'tgan o'zbeklar yana qaytib kelgan. Sen ham shunday holga tushishi mumkin hozirda. Belorusiya ogohlantiradi. Belorusiya tomonidan muammo yo'q, chiqarib yuboradi. Asosiy muammo Polshada boshlanadi. Polshaga o'tsak, bu yerda faqatgina Yevropa va Belorusiya fuqarolari uchun ushbu chegara punkti. Bu yerdan 3-davlat fuqarolari o'ta olmaydi. Faqatgina bitta istisno qilingan holati bor. Kimi Polshada VNG'si bo'lsa, ya'ni vaqtinchalik yashash huquqi bo'lsa, o'shalargina o'ta olishi mumkin. To'g'ri, sizda Schengen viza bor, hamma yo'g'iz qonuniy, lekin kira olmaysiz deb rad javobini berishdi. Biz Polshadan nimaga qarab qaytib chiqib ketyapmiz? Belorusiyaga. Belarusdan chegarasidan o'tib Polshaga kirmoqchi edik. Polsha bizni kirgizmadi. Sababini hali to'liq video qilib tushuntiraman. Yana qaytib Belorusiyaga o'tyapmiz. Bu Polsha Belorusiya o'rtasidagi xalqaro hudud. Bu Belorusiyaga kirish. Respublika Belorusiya. Biz mana tomondan chiqdik. Chiqib navbatga turib bordik. Polshadan endi mana yana ortimizga Belorusiyaga qaytib kelyapmiz. So'ng ortga qaytdim. Chegarachilardan ushbu rad javobini eshitgandan keyin men aytdim, menga rad etganlik to'g'risida qog'oz chiqarib ber qo'limga. Oy, yil, sanani ko'rsatib, kakpolojni sen ismi, familiyalaring va chegara punkti nomini yozib, nima uchun meni kirishga rad qilyapsan, hammasini yozib, pechat qilib ber yoki bo'lmasa QR kod qilib ber dedim. Основание, ya'ni asos keltirib ber dedim. Desam, yo'q dedi, faqat og'zaki ravishda tushuntiramiz dedi. Men aytdim, bo'lmasa unda noqonuniy ekanda, hozir sen prosta kayfiyating yo'q bo'lgani uchun xuddi Gruziya chegarasiga o'sha, Gruziya chegarasida ham haligi chegarachilar kayfiyati bo'lmasa qaytaraveradi o'zbeklar. Xuddi shunaqa ekanda, u davlat bir aniq tizim qo'yib qo'ymagan ekanda bu yerda dedim. Xullas, u yerda aniq-taniq davlat ko'rsatib qo'ymagan kimlar o'tishi mumkin emasligi. Shunchaki anovat chegarachilarda kayfiyatiga bog'liq bo'lar ekan. Bu yerdan ko'pgina yurtdoshlarimiz mashinada kelib turib qaytgan ekan, lekin men ana endi eshitishni boshlayapman hammasini. Va bitta ikkita kirganlar ham bor ekan, ular haqiqatan VNG'si borlar kirgan va sayohat vizasi bilan kirganlarni hali men eshitmadim Polsha chegarasidan. Iloj yo'q, orqaga qaytdik keyin Belorusiyaga. Belorusiya bilan Rossiyani chegarasi yo'qligi tufayli bilasizlar, Belarusiyada boshqa davlat fuqarolari juda ham qattiq tekshiriladi, ya'ni xuddi Rossiyaga kirayotgandek tekshiriladi. Belarusiyada taxminan bir 7-8 soatga yaqin ushlab turildim.
bitta men ushlab turildim. Qolganlar o'tib ketaverdi. Meni birinchi so'roq savol qilishdi, telegramimni tekshirib ko'rishdi. Nima maqsadda kelyapman, nima qilyapman, qanday qilyapman, hammasini tekshirishdi, so'roq savol qildi. Bir 7 ta 8 ta valomati bilan suhbatdan o'tkazdim. Telefonlarimni tekshirishdi. Buni ichiga itni chiqardi, rengingga olvorishdi, kuchuk chiqib ham yo'g'ini hidladi. Xullas asabuzarlik bo'lib va nihoyat biz yana Belarusga qaytib o'tdik. Endi hozir bizni keyingi yana yagona o'tishimiz mumkin bo'lgan joyimiz bu Rossiyaga o'tib, Rossiyadan Latviyaga o'tishimiz mumkin bo'ladi. O'sha tomonga qarab ketyapmiz. Yo'limiz uzoq, 1000 kilometrdan oshiqroq Latviya chegarasigacha. Xudo xolasa duoda bo'lib tursanglar, agar buyurgan bo'lsa, Xudo peshonamizga shuni yozgan bo'lsa, albatta Yevropaga Latviya orqali kirib olamiz. Hozirchalik esa to'xtash yo'q, kontent qilish yo'q va boshqa videolar qilish yo'q. To'xtamasdan Latviyaga qarab yuramiz. Chunki vizamizni so'rovga o'tib ketib qolishi mumkin. Shuning uchun to'xtashga endi haqqimiz yo'q. Ko'p asabiylashibman shekilli, ozroq nima deyotganimni men bilmayapman, nima deyish kerakligini ham bilmayapman. Qisqasi yelkamda juda katta bosim turibdi hozir. Endi shuncha yurtlarga borib turib Yevropaga kira olmasak, juda bir gap topolmay yuradigan, tili bilan yuradigan odamlar uchun rosa mavzu bo'laman. Shuning uchun ham nima qilib yurib bo'lsa ham Yevropaga kirishim kerak. Shuning uchun duoda bo'lib turasizlar, jangchilarim. Bilasizlar, sizlarni qo'llab-quvvatlovlaringizga hamisha muhtoj bo'lganman va bundan keyin ham shunday bo'lib qoladi. Meni qo'llaydigan, menga motivatsiya beradigan narsa shu sizlarni gap so'zlaringiz, sizlarni mana shu olg'a deyishlaringiz menga motivatsiya bo'ladi. Litva ham kirgizmadi. Texas motor so'rar ekan-ku. Men aytyapman, bu yangi mashina, mana qaranglar, shu yil ishlab chiqarilgan 2026-yilda. Endi O'zbekiston qonunchiligiga binoan 3 yilgacha yangi nimalar, mashinalar Texas motor o'tishi shart emas desam, endi u O'zbekistonda mumkin emas, bizda anaqa shart. Texas motor bo'lmasa bo'lmaydi dedi. O'shaning uchun O'zbekistonga telefon qilib Texas motorda hal qildirdim. Hozir o'ta qattiq charchash holatidaman. Shuning uchun mashinamni yana Rossiyani chegarasiga kirdim, Rossiyaga qo'ydim. Yana 12 soat ushlab turib tekshirdi. Namunchasi sen hali bir Rossiyaga kirib chiqib yuribsan, nima toshyapsan o'zi deb, o'zi asab shundoq ham tamom bo'lgan asabni yana ham yedi ular. Rossiyaga olib o'tib, o'sha tamojniyda nimasiga, stankasiga qo'yib mashinani. Hozir Sankt-Peterburgga ketyapman. O'zbekistondan samolyotda bittasi berib uni to'g'rilab Sankt-Peterburgga ketyapman. 1,5 kilometr ekan Latviyaning chegarasidan, Rossiya-Latviya chegarasidan Sankt-Peterburggacha. 1,5 kilometrga endi bitta mashina gaplashayotsam, rosa qimmat ekan. $700-800 aytishyapti, shunday olib borib kelishga. Lutchi dedim, taksilar topib beringlar dedim, mashinadan mashinaga o'tib taksi bilan yetib borib Sankt-Peterburgga ungacha naryoqdan kelyapti. Ana bu Texas motor qog'ozimiz. O'shani olib, yana qaytib kelib, xudo xolasa keyin Latviyaga o'tamiz. Latviyaga o'sha nimasini qilib bo'ldik, haligi zeleniy qog'ozlar ekan, ya'ni zeleniy bo'lmaganligi страховка ekan, unisini qildik. Страховка bor, barcha Schengen zonaga o'tadigan viza bor, nima bor, Texas motorda ham olsak va qolgan boshqa hujjatlardan muammo qolmaydi. Keyin xudo xolasa Latviyaga o'tamiz. Kuzatib boringlar. Hozir bu postni qo'yaman-da, o'zim men Rossiya ichidaman-ku, hozir bu postni qanday qo'yaman ham o'sha ham muammo hozir. Amallab qo'yib olamiz va yotib dam olishim kerak. Naryoqdan to'xtamasdan yurib keldim. Deyarli kechadan beri uxlamayapman. Yani ko'zlarim ham qizarib boryapti borgan sari. Yevropa armon bo'lib qolmasa bo'ldi-da ish qilib.
taqdirda shu kunlar yozilgan ekan. Bog'da gul quridi, o'sdi tikan. Qahrini keltirdik, maqtanib kerildik. Xudo qahr qilsa hech gap emas ekan. Allohim o'zingga ming shukr, din islom buyuk. Allohim o'zingga ming shukr. Qo'lingda ketmon turgan paytda ajdodim edi samolar olimi. O'tmishingga birozroq nazar sol, qalbi qora ey dunyo zolimi. O'tib ketdi qancha sarkardalar, to'lqon bo'ldi tulporizidan tog'laram. Boshdan oyoq bildik titraganim, nomini eshitib buyuk shohlaram. Dunyo titragan temuriylarim bor, al-Buxoriy navoiylarim bor. Yo'ldoshi bo'ldi Alloh o'zbegimni, yurtim tanitmoqda o'zligimni. Yurtimiz boshi omon bo'lsinlar, ichidan yonganlar tamom bo'lsinlar. O'ylaganlarida har safar xalqni eshita oldilar qalbdagi dardni. O'tkazdi qancha ish boshidan, uyalmaydi o'zi yoshidan. Yaraldi onalar ko'zi yoshidan, tiklandi millat bardoshidan. Bor Temur bobomning bardoshi, bor to'rt tomonining qondoshi. Minglab yashar mangu berdilar vatanga, Allohim nazarini berdilar. Biz Latviyadamiz. Biz oxiri mana Yevropaga qadam qo'ydik umrimizda birinchi bor. Oson bo'lmadi. Juda oson bo'lmadi. Uddaladiki juda ko'p narsalardan voz kechib, lekin uddaladik mana. Qancha asabdan voz kechdik, qancha vaqtdan voz kechdik, lekin uddaladik. Biz Yevropadamiz, xudo xolasa. Latviyadagi birinchi zapravkamiz Rossiyadan anchagina charchab qoluvdi baklarimiz. Mana ham pustoy bo'lib qoluvdi. 1.8 yevro ekan benzinda narxi. 95 qo'yyapmiz. Men endi buni qo'yib turib ichkariga kirib kassaga chiqmoqchi edim. O'zi qo'yishim bilan ishlab ketdi bu. Naqadar yaxshi. Cher qilyapmiz. Bir yo'la har ehtimolga qarshi buni ham to'lqitib olaman. 1.8 yevro degani pashti $2 degani 1 litr benzin. 125.8 yevro bo'ldi. Pashti 70 litrga yaqin benzin oldik. Bu degani eng qimmat benzin biz quygan o'sha Afrikadagi emas. Afrikadagi benzin eng qimmati bo'lib turgandi shu maqolgacha. Endi Yevropada bo'ldi, pashti $2 dan. Va kanishni o'sha o'zimizni Open Bankdan to'lov qilamiz. 5? Bana kodini kiritdik va 125 yevroni to'ladik. Endi bismillahni aytib, Yevropa bo'ylab sayohatimizni boshlaymiz. Arkan. Yevropaga avtomobilda sayohat qilish uchun top eng kerakli maslahatlar. Birinchisi, hech qachon agar sizda VNG bo'lmasa, sayohat vizasi bilan Belarus Polsha chegarasiga bormang. Polsha o'tkazmaydi. Ikkinchi eng qimmatli maslahat. Latviyadan o'tmoqchi bo'lsangiz, mashinangiz yangi bo'lishiga qaramasdan albatta Texas motor oling o'zingiz bilan. Uchinchi tavsiya, bunisi ham juda ham qimmatli tavsiya, chunki men 70 yevro jarima to'ladim. Ya'ni Latviyaga o'tayotgan vaqtingizda mashinangizda hech qanaqangi go'sht va sut mahsulotlari bo'lmasligi kerak. Menda bir emas 20 tadan oshiq banka konserva bor edi, tushunka bor edi. O'shalarni hammasini shunday bankaligida turgan joyida musurkaga tashattirdi. Shaxsan o'zi qarab turib. Bilasizlar, sut mahsulotlarini yaxshi ko'raman. Qanchadan yogurt, qatiq, sutlarim bor edi. Hammasini tashadik. Sut va go'sht mahsulotlarini olib kirishga uringanligim uchun 70 yevro to'ladim. To'g'ri, men bilmasdim buni, lekin ularning qonuniga binoan bilmaslik javobgarlikdan ozod qilinmaydi.
Menga hech kim aytmagandi, mana sizlar bilib oringlar. Agar Latviyani chegarasida 70 euro jarima to'lamaslikni istasangiz, go'sht va sut mahsulotlarini o'sha yerda o'zida yeb oring yoki tashlab oring. Xo'sh, mashinaga kerak bo'ladigan hujjatlar asosiysi texpasport. Agar mashina kimdir boshqani nomida bo'ladigan bo'lsa, endi qo'shimcha ravishda notarial tasdiqlangan generalniy doверенность bo'lishi so'rashi mumkin. Lekin men asosan barcha mashinalarim o'zim nomida bo'lganligi uchun ham bu muammo bilan to'qnash kelganim yo'qman. Lekin shunishimcha shu generalniy doверенность talab qilishadi agar boshqa odamning nomida bo'lsa mashina. Va albatta ingliz tilida tarjima qilingan, o'zbekcha tartibdagi, o'zbek tilidagi notarius o'tmaydi bu yerga. Shunday qilib biz hozir Latviyaga o'tib oldik va to'g'ri Slovakiyaga qarab ketyapmiz. Sababi bizni birinchi Schengen vizamiz Slovakiyaga olingan. Sayohatni Slovakiyadan boshlaymiz. Shu o'rinda Yevropaga kelishda eng asosiy hujjat hisoblangan vizani qilib berishda o'zining juda ham katta yordamini bergan Oasis Travel kompaniyasi va uning rahbari Ansor Muhammadiyevga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Elon Musk bilasizlar, Marsga reyslar qo'yishga harakat qilyapti. Agar qachonda reyslar qo'yiladigan bo'lsa, Oasis Travel ishonaman, albatta u yerga ham viza qilib beradi. Chunki uni rahbari Ansor Muhammadiyev 7 ta qit'ani Antarktidadan tortib Afrika va Yangi Zelandiyagacha bo'lgan barcha mamlakatlarni sayohat qilib bo'lgan inson. Bemalol u kompaniyaga viza qilib berishda o'zlaringiz hujjatlaringizni ishonib topshirsalaringiz bo'ladi. Ayni shu daqiqalardan boshlab 1 yil mobaynida biz butun boshli Yevropani barcha davlatlarini, jumladan Schengenga kiradigan va kirmaydigan davlatlarni ham hammasini birgalikda sayohat qilib chiqamiz. Shoshilmaymiz, birgalikda ajoyib sarguzashtlarni boshdan kechiramiz. Yevropaga vatandoshlarimiz o'zini shaxsiy avtomobilda shu qadar ko'p kelishganki, deyarli Turkiyaga o'xshab Yevropa ham siyqasi chiqib ketgan marshrutlarga kiradi desak bemalol yarashaveradi. Juda ko'pchilik kelgan bu yerga va mashinada kelish bu yer uchun yangilik emas. Yevropani ikir-chikirigacha yoritib berish uchun avtomobilda 1 yil mobaynida hamma joyni kezib chiqish kerak bo'ladi. Biz esa erinmaymiz. Aynan shu ishni mana biz qilamiz. Ajoyib sayohat bo'ladi. Slovakiyaga xush kelibsiz. Ha jangchilarim, bu ko'rib turgan go'zal tabiatingiz Slovakiyada joylashgan va biz sayohatimizni Slovakiyadan boshlaymiz. Sababi pasportimizda viza Slovakiyaniki turibdi. Schengen vizani Slovakiyaga olganmiz. Birinchi sayohatni shu yerdan boshlashga majburmiz. Va boshqa qolgan Yevropa davlatlarini asta-sekin 1 yil davomida barchasini sayohat qilamiz, xudo xolasa. Boshlanishiga Slovakiyani bir ko'rib oringlar. Slovakiya Polsha chegarasi. Mana kartada kesib o'tyapmiz. Mana o'zi. Mana chegara. Aynan mana shu yerda ekan chegara. Qoyil. Biz Slovakiyaga o'tdik. Naqadar yengil o'tish Yevropa davlatlarida. Endi bu yerga Slovakiya qonunlari amal qiladi. Slovakiyaga xush kelibsiz. Mana Slovakiyaga o'tib oldik. O'netda chegara 50 metr naryoqda. Xo'sh, mana aholini ichida 50 ekan, aholidan tashqarida 90 ekan. Avtomagistrallarda 90 dan 130 gacha ekan tezlik. Ketdik mana, xudo xolasa Slovakiyaga boshladik. Bu esa Slovakiya o'rmonlari. Bayroqni xilpirashini qara kari. Slovakiyada yo'llar pullik, darrov pulini to'lab qo'yishimiz kerak.
to'lamasak jarimalar bo'ladi. Og'zimiz kuydi bir marta. Esimda o'sha damlar, o'zi uchargilamlar, Belarusda to'lagan shtraflar hali hamma esimda. Xo'sh, pulli yo'lga to'lov qilish uchun bizga kerak bo'ladi любой bitta zapravka va Open Bank kartasi kerak bo'ladi. Mana bu yerda pullik yo'llarda nimasi yozib qo'yilgan, narxlari chiqarib qo'yilgan. любой bitta zapravkaga kirasiz va aytsangiz, ular chiqartirib berishadi. O'sha chiqdi ana. Kod so'ramadi. Mana mashinamizning nomeri Uzbekistan 2107 dan 3007 gacha, ya'ni 10 kunga vinyetkani oldik. Buni vinyetka deydi. Agar buni olmaydigan bo'lsangiz, boyagadaqa ulkan jarimalari bor. Vinyetkani qilib chiqdik mana. Endi bemalol xohlaganimizcha pulli yo'llarda yuraveramiz. 10 kun mobaynida. Bizga 10 kun yetadi, chunki Slovakiya kichkina davlat-ku, baribir. Nima deding, Risola? 10 kunda ichida chiqib ketamiz, to'g'rimi? Slovakiya yevroga o'tib ketibdi. O'zini pulini markaziy bankka yig'ishtirib olgan ekan. Shuning uchun Slovakiya pulini hech qayerdan, banklardan ham topa olmadik. Ilojimiz yo'q. Biz Slovakiyada yevroni obzor qilamiz. Yevro turishi mana shu. Yevroni ko'rsam juda ham yaxshi bilasizlar. Ko'rinishi taxminan mana shunday bo'ladi. Hozir bizda 100 yevrolik kam bu yerda va undan maydaroqlari uje tanga bo'lib ketadi. Kupyuralari uje mana shu 5 talikda tugagan, eng kami. Undan kami tanga. Chiroylik va kichkina pulchalar. Mana bu ko'rib turganingiz Slovakiyaning Kashitse shahrida joylashgan eng katta cherkov. Bu esa bizning bayrog'imiz. Slovakiya bayrog'i mana. Tantanali ravishda Yevropa qit'asidagi birinchi davlat Slovakiyani mashinamizga yopishtirdik. Shundoqqina Tataristonda oldidan joy oldi. Mana mashinamiz. Mana Slovakiya. Mana Slovakiya davlatidamiz. Boshida mana SK harflari bo'ladi va o'rtasida Slovakiya gerbi bo'ladi. Barchasida shunday. Tak, bunda O'zbekiston bayrog'i. Bunda mana Slovakiya gerbi. Slovakiyani pulli yo'lida ketyapmiz. Mana bu narsaga nima deysizlar? Yo'lda yeb ketaveraman mana. Zavtrikka to'xtashga vaqt yo'q. Shoshilyapmiz. Tezroq sayohat qilishimiz kerak. O'shaning uchun mana shu xolodilnik ustidagi quti mana shu paytda kerak bo'ladi mana. Tormoz bergan mahalda seg'anib ketib qolmaydi yo'q yoqqa. Mana bu yaxshilab qotirilgan xolodilnikni qopqog'iga. Mana shunaqa gaplar bizda. Bu esa Karl bilan oyisidu. Ko'rdinglar, chegarada barcha oziq-ovqatlarimizni tashlab yubordik. Endi tirikchilik yashashimiz kerak, shuning uchun mana shunday Slovakiyada ulkan magazinga kirib oldik. Tezda qorinni to'qlash uchun, tirik qolish uchun, yashash uchun kerak bo'ladigan eng zarur jihozlarimizni, produktlarimizni olamizda, keyin sayohatimizni davom ettiramiz.
Slovakiyada o'zini nimasida emas, pul birligida emas, hammasi nimada ko'rsatilgan? Yevroda ko'rsatilgan. 2 yevrodan ekan hammasi. Zo'ra. Bizda ham O'zbekistonda bor, hammasi 10 ming so'm degan. Bularda ham shunaqa hammasi 2 yevrodan degan qutisi bor ekan. Soq qo'yibdi. Bemalol olib ketaverasiz o'zga kerakli narsani. Boya 2 yevrosini ko'rsatdim-ku. Endi bulari 1 yevrodan. Xuddi O'zbekistondagi o'sha 10 ming so'mlik magazinga o'xshash. Hammasi 1 yevrodan. Nima 1 yevro bo'lsa, olib kelib tiqib qo'yishaverar ekan. Kimga kerak bo'lsa olib ketaveradi. Lekin bizga kerakli narsa yo'q ekan, afsuski bu yerda. 5 litrli suvlari narxini qanchaligini bilmadim, lekin sopi yo'q ekan. O'zim aylanib ketdi. Qani kechi. Aravacha olmabman. Mashina qilib ko'tarib yuraman endi. O'zimizga kerakli narsalarni qilib keldik. Belorusiyadan o'rgan oldik. Mana hamma o'zi nima qilar ekan, o'tkazar ekan. Biz ham harakat qilib ko'ramiz, xudo xolasa. 37.83 yevro bo'ldi. Mana bu narsalarim. Bir chekimi bo'ldi. Endi sekin paket olmadik. Mashina o'zida mashinamni oldigacha haydab borib yuklab olaveraman. Narsalarni olib chiqib ketganingizda mana hamma o'zi savdosini qilyapti va bu yerga kelganingizda eshigi o'zidan o'zi ochilmaydi. Chekni ana nima qil deydi. Ko'r yig'lamiz. Ochil endi. Ana, ochildi. Endi bemalol chiqib ketaveramiz. Agar hozir naqd pul bo'lganda, kassaga shuncha o'zi bir donagina xodim o'tiribdi, juda ko'pchilik o'chirib turib olgan. Menimcha hammasi naqd pul degilar ular. O'chirib kutardik biz. Yaxshi ham Open Bank bor, mana hech qanaqa navbatlarsiz silliqqina chiqib ketdik. Qorong'ami sal bo'lsa-da butlandi. Endi sayohatimizni davom ettirsak bo'ladi bemalol. Qani. Urul, chizil. Kalitim qani. Yo'lda qara, Karel, yo'lda qara. Плавный поворот направо. Xitoy esimga tushib ketyapti, Xitoy. Xitoyda ham xuddi shunaqa o'rgimchak to'ridek anaqa yo'llarga nima qilib qo'ygandim. Duch kelib qolgandim. Shunday bo'lyapti mana. Mana o'rmonning ichida mana yerda kichkina soy topib oldim. Mana hali katta bo'lib ketmasidan, loyiqalanib ketmasidan mana shu tiniq oqayotgan joydan mashinamni suvini to'lg'izib olishim kerak bo'ladi. Zapravkalardan suv olsam mashinamga, ularda jahli chiqadi. Chunki bu 8 litr, bachogim 40 litr-ku. 5 marta qayta kirib to'ldirib olib chiqishim kerak. Bir hali g'ash kelgandek bo'ladi-da, o'shaning uchun boray deb turib, o'zim mana shunday tabiat qo'ynidan to'ldirib oladigan bo'lib qoldim oxiri. Bu qo'limdagi dushti suv nasosi bemalol paqirdan olib bunga tashlash uchun foydalanyapman. Demak, bachogimiz to'lib bo'ldi, uni pastdan bilishlaringiz mumkin. Bachok to'lsa, mana bu yerda emas, o'sha pastidan toshadi. O'shanga qarab turib bilvosa bo'ladi bachok to'lganini. Endi qolgan suvda to'kib yuboramiz. Bu paqir esa yig'iladi, mana ko'rayotganlaringizdek. Umuman joy egallamaydi. Ana g'ilofi bor, solib qo'yamiz.
Men bu suvni ertalab bet yuvishga, tish yuvishga, keyin torat qilishga ishlataman. Idish-tovoqlarimni yuvaman. Xullas, bu yerda suv tugab qolsa, bachokada suv tugab qolsa, xuddi kvartirada suv yo'qdek gapda. Endi uyingizda suv yo'q bo'lsa, o'z yomon his qilasiz-ku. Bu ham xuddi shuda, uyda endi bu ham suv bo'lish kerak doim. Zo'r qilib Quyosh orqada turganligi uchun zo'r ko'rinyapti mana. Slovakiyani ko'chalarida ketib boryapmiz.